Xo'sh, do'stlar, sizlarga bu video obzorumuzda Bog'ot avtosaloni ikinci filialida turgan joyda Matizimiz bor, ikki dona. Shu ikki dona Matizimizni ataylik reklamasini qilib beramiz. 2015-yil ishlab chiqarilgan Matiz 153 mingga yurgan. Kraskasi Bameda chida metan gazlari bor. Puli 48 million so'm. 14 million bilan kredit beramiz. 2 million 100 ming so'mdan chiqadi elektrolov. 3 yil. Yumshoq balon, diniq mashinamiz. Chexol polik hamma o'ylab tayyor. Xarid qilaman desangizlar, Mokri asfalt svet Matiz sotuvda. Navbatdagi 2014-yil ishlab chiqarilgan H9 Matizimiz 25 ming probeg turibdi. Kraskasi toza, benzinda 52 million so'm. 19 million bilan kredit beramiz. 3 yil 2 million so'mdan chiqib turibdi. H9. Bundan yumshoq balonlar bor, chexol polik, avtomobilimiz diniq. Xarid qilaman desangiz o'rtoqlar, sotuvda 2 dona Matizimiz bor. Kelib xarid qilaverasiz. Birinchi filial o'tsa ekan, bu yonda dim ko'p Matiz bor. 10 dan ziyod Matiz bor. Kelib ko'nglingizdagi narxlarda mashinalarimizni xarid qilishingiz mumkin. Shu yerda Spark'imiz ham bor. Shu Spark'imizni ham ko'rsatib o'taman shu videomizda. Spark 2014-yil ishlab chiqarilgan. Qaranglar, metan gazlari bor. 84 ming yurib turibdi. Mexanika yumshoq balonlar qo'yilgan. Bu ikkinchi pozitsiya konditsioner, hamma joylari cho'tki ishlab turibdi. Narxi 75 million so'm. Mashinamizni 5 million bilan kredit beramiz. Oylik to'lov 4,5 million so'mdan chiqadi. 1 yillik to'lovni qo'ysangizlar 3 yil. Xarid qilaverasiz o'rtoqlar, sotuvimizda Spark. Qaranglar do'stlar, berak kelsangizlar, mashin ko'p, har xil turdagi avtomobillar mavjud. Bu mashinalar ham bizlarga sotib berilgan. Shuning uchun berilgan narx, berilgan ma'lumot bo'yicha reklama turibmiz. Kelsangiz ustida yana kelishtirib xarid qilsa bo'ladi. Kelaverasizlar, kutamiz, tavsiya etamiz, so'raymiz, kelsangiz. Rahmat.